Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hammanglarga yaxshi kayfiyat tilayman. Biza mijozlar oqimini qadam-qadam oshirishga oid bo'lgan noto'g'ri harakatlarni, ya'ni ko'rib chiqyotgandik. Ya'ni oshishiga xalal beruvchi noto'g'ri harakatlarni ko'rib chiqayotgan edik. Bugun Xudo xolisa punktualnilik, ya'ni vaqtga amal qilishlik, vaqtida ishga borishlik, mijozlarga vaqtida xizmat ko'rsatish, mijozlarga aytgan vaqtingizda imkon qadar o'sha vaqtda qilib berishlik, ya'ni umuman bir so'z bilan aytganda punktualniy bo'lish haqida gaplashamiz. Bu mavzuyimiz qisqa, lekin katta natija beradigan mavzu. Ya'ni biza punktualniy bo'lsakkina bizaga punktualniy mijozlar kelishni boshlaydi. Qachonki biza tayinli ishlamasak, aniq bir vaqtda ishga chiqib, aniq bir vaqtda ishimizni tugatmasak, bizani aniq nechadan nechagacha ishlashligimizni vaqti bo'lmasa, yo'kida mijozlar bitta vaqtga yozdirdimi, mijozni kuttirib qo'ysak, ya'ni vaqtda xullas o'g'irlashlikda bu. Bu xatolar bo'lar ekan, bizaga vaqtini qadriga yetadigan, o'zini vaqtini hurmat qiladigan mijozlar bizdan qochishni boshlaydi. Natijada vaqt muhim bo'lmagan mijozlar bilan ko'proq ishlashlik holati bo'ladi. Chunki aynan biza vaqtga amal qilmayapmiz. Demak, bizaga vaqtiga amal qilmaydigan, vaqtni hurmat qilmaydigan mijozlar yig'ilishni boshlaydi. Har kim inson har xil, hamma har xil. Hamma bir xil bo'lish kerak degani emas. To'g'ri, hamma punktualniy bo'lish kerak degan nazariyani aytmayapman men. Inson har xil. Biz qanaqa bo'lar ekanmiz, qanaqa vaqtimizga o'zimizdan vaqtimizdan hurmat qilib, vaqtiga reja bilan ish ko'rar ekanmiz, aynan bora bittada emas, bora sekin asta shunaqa, ya'ni vaqtini qadriga yetadigan, vaqtni hurmat qiladigan, sizni ham vaqtingizni va o'zini ham vaqtini hurmat qiladigan mijozlar oqimi kelishni boshlaydi sizga. Qachonki biz punktualniy bo'lmas ekanmiz, aytgan vaqtimizning va'dasini ustidan chiqa olmas ekanmiz, bizaga aynan shu holatga moslashgan, o'zida ham aynan mana shunaqa holat ko'p bo'ladigan mijozlar kelishni boshlaydi va shunaqa mijozlar bilan birga ishlaymiz biz. Shuning uchun imkon qadar vaqtimizdagi punktualniy bo'lishligimiz kerak. Endi ba'zi bir holatlarda baribir hammada kamchiliklar bo'ladi, mijozlar tomonidan ham, biz tomonimizdan ham. Shunaqa holatlarda endi holatdan kelib chiqib bir-birini tushunishlik u norma, lekin baribir shu holatda ham kamchiliklar bo'lib turadi baribir, lekin rejani mahkam ushlash kerak, vaqtga mahkam turish kerak. Endi kamchiliklar vaqti bilan bo'lib turadi. U strashniy emas. Muhimi biza punktualniy bo'lsak, shundagina bizaga aynan punktualniy mijozlar kelishni boshlaydi. Xullas, bugungi ma'lumotimiz shundan iborat edi. Videomiz agarda ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'yishingiz mumkin. Xudo xolisa keyingi videolarda bundan ham yaxshi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Albatta sizlar uchun foydali bo'ladi. Chunki oldinda hali noto'g'ri harakatlarimiz ko'p. Asosiylari haqida gaplashishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'ling.